Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan tuxumli makaron suyuq ovqatini birgalikda tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni boshlab, birinchi piyozimizni yaxshilab qovurib olamiz. So'ngra tuxumni solib, orqasidan kartoshka va sabzini ham yaxshilab qovurib olamiz. Vaqtimiz ozroq bo'lgani hisobiga qovurishdan video olishni boshladim. Ko'proq qovuravermaysizlar, tuxum maydalanib ketishi mumkin. Orqasidan tomat, tuz va ziravorlarni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Olovni o'ta yuqori qilmaysizlar, o'rta haroratda pishirasizlar, yo'masam kuyib bir-biriga yopishib qolishi mumkin. Yaxshilab qovurganingizdan keyin suv quyasizlar. Yarim soat qaynagandan keyin makaron solib, ovqatimiz tayyor. Tadam! Hammaga yoqimli ishtaha. Keyingi videogacha xayr-salomat bo'ling.